Keyingi qaraydigan sectionimiz bu settings. Mana shu yoqni polni ko'rib chiqamiz. Mana buni bosamiz va bu yoqqa kiramiz. My profile settings. My profile'dan visibility har doim public'da turishi kerak. Private emas, only Upwork users emas, public. Chunki kimdir qanaqadir dasturchini qidirmoqchi bo'lsa, Upwork'da registratsiya qilmagan bo'lsa ham, siz chiqib kelishingizni shansi bor. Shu uchun public qo'ygan yaxshi. Endi project nimasida esa preference esa both short term and long term projectsni qo'yavering. Har qanday projektni olaverasiz, farqi yo'q. Customize profile URL uncha muhim narsa emas, lekin xohlasangiz o'zingizni ismingizni qo'yishingiz mumkin bu yerda ham. Yoki qanaqadir full stack dasturchi deb qo'yishingiz mumkin, farqi yo'q. Hide my earnings shart emas va experience ga qarab har bittasi qo'yavering. Agar entry level bo'lsangiz ham bemalol qo'ying, chunki Upwork'da entry level qidiradigan odamlar ham juda ko'p. Bemalol entry level qo'ying, intermediate, expert va shunga qarab biz keyinroq narxni ham belgilaymiz. Va mana bu categories. Ba'zilarda mana bu categories to'ldirilmagan bo'ladi, chunki ular registratsiya qiladigan vaqt to'ldirmaydi. Buni ham обязательно o'zingizni sohangizga qarab to'ldiring yoki agar nimadir o'zgargan bo'lsa agar o'zgartiring, bu ham juda ham muhim, chunki Upwork shunga qarab bizga ishlarni taklif qiladi yoki mijozlarga bizani taklif qiladi. Tamom. Yana bu yerda ko'radigan narsamiz bu mana bu yoqqa kirsak, profilimizga kirsak agar bu yoqda bularni yana keyin hali ko'ramiz boshqa darslarda. Connect, videolar boshqa darsda va buni ham qarasak agar more than 30 hours a week deb qo'ysangiz ham bo'ladi va mana buni yoqib qo'ying. Kontraktda ham ishlayveraman, farqi yo'q deb. Bu maksimalniy sizni eshiklaringizni kattaroq ochadi-da, ko'proq odam ko'rishiga, ko'proq kimdir long term olmoqchi, kimdir haftasiga 40 soatga olmoqchi. O'shalarga ham Upwork sizni ko'rsatadi. Agar bular qanaqadir mamnunay tursa, balkim ko'rsatmasligi ham mumkin o'shanaqa klientlarda. Chunki klientlar aynan shunaqasini menga topib ber degan vaqt Upwork okay deydi, algoritm borib o'sha odamlarni qidirib topib beradi. Siz idealni to'g'ri kelib qolishingiz mumkin, lekin mana bu settinglar joyida emas. Yoki kimdir full time ga ishga olmoqchi kimdir. Shu uchun men bu full time ga ham ochiqman deb qo'yish kerak. Dальше tushamiz language. Agar ko'p kishi qarayman o'zbek tilini qo'ymagan yoki qanaqadir boshqa tillarni biladi qo'ymagan. O'zbeklar yo'q bu yoqda, o'zbek nimaga kerak deb. Lekin bu ham rol o'ynaydi. Kimdir O'zbekistondan aynan dasturchi olayotgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondan video editor kerak yoki O'zbekistonga qanaqadir odam kerak bo'lishi mumkin. Shu uchun o'zbek tilimi, boshqa tillarni hammasini qo'ying. Mana bu English sertifikatni avval qo'shib bo'lardi. Hozir English sertifikatni qo'shib bo'lmaydi, chunki alisni avval qo'shib bo'lardi, hozir qo'shib bo'lmaydi. Faqat mijozlar bilan gapirib, mijozlar approve qilsagina Fluent degan mamlaqa verification beradi. Keyin yana bitta narsa bu verification. Avvallari verificationni ham birinchi mijozni olgandan keyin yoki bir qanchadir vaqt Upwork'da aktiv bo'lganingizdan keyin berardi. Hozir srazu verificationni beradi. Kirdingizki, iloji bo'lsa verificationni darrov oling. Shu ham ish olishingizga yordam beradi. Challenge-da eslaringizda bo'lsa, aynan verification bo'lmagani uchun bitta ishni ololmagandik. Phone numberni ham qo'shing. Hech nima o'zgartirmaydi, baribir bo'lsa yaxshi. Agar armiyada bo'lgan bo'lsangiz qo'shing, uncha muhim emas. Menimcha uncha muhim emas. Hitmanni hech kim nima qilmasa kerak, Upwork'dan zakaz qilmasa kerak. License qanaqadir mamlaqa lisenslaringiz bo'lsa qo'shsangiz bo'ladi. Hamshiraga kim berishi mumkin deyishingiz mumkin ish Upwork'dan. Masalan, qanaqadir amerikanit, o'zbek amerikanit, Amerikaga yashaydi, lekin uni buvisi O'zbekistonda yoki qanaydir kimnidir O'zbekistonga kelib qolgan va o'sha vaqt u private nurse'ni zakaz qilmoqchi, o'sha trip davomida o'sha odam bilan yursin. Har qanday ish bo'lishi mumkin bor-ku. Pol yuvadigan odam uchun ham ish topilishi mumkin Upwork'dan. Shu uchun agar bo'lsa lisenselarni qo'shib qo'ying shu yerda.
va education, agar faqat universitetni qo'yishni maslahat beraman. Uncha ko'p maktab, kollejlar shart emas. Universitetlar bir nechta bo'lsa, bemalol qo'shsangiz bo'ladi. Va dasturchi bo'lsangiz agar GitHubni qo'shing, обязательно Stack Overflow'ni qo'shing. Stack Overflow eskirgan, hozir ko'p kishi ishlatmaydi deyishingiz mumkin, lekin men ba'zan ishlatib turaman, hali ham Stack Overflow ishlaydi. Agar nimaligini bilmasangiz, registratsiya qilib oling. Dasturchi bo'lsangiz faqat. Okay, qolganini bizada boshqa darslarda ko'ramiz qolganini. Kelasi darsda ko'rishguncha xayr.